biznes foydasini keskin oshirishi mumkin bo'lgan oddiy instrument haqida eshitganmisiz? 1970-yillarda yaratilgan bir instrument bor. Lekin u hali ham ko'plab o'sha zamonaviy strategik metodlardan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. Bu BKG matritsasi deyiladi. Uni Boston Consulting Group ishlab chiqqan. Biz mijozlar bilan ishlash jarayonida bu instrumentdan foydalanib turamiz. Va ochig'ini aytsam, deyarli har doim natija bir xil. Ya'ni biznes assortimentida keragidan ortiqcha mahsulotlar juda ko'payib ketgan bo'ladi. BKG matritsasi qanaqa ishlaydi? G'oya oddiy. Har bir mahsulot ikkita mezon bo'yicha baholanadi. Bozordagi ulushi, bozor o'sish sur'ati. Shundan keyin barcha mahsulotlar 4 ta toifaga ajratiladi. Biroz kulgili eshitiladi, lekin shunaqa. Birinchisi yulduzli kategoriya. Bozor o'syapti, sizni ulushingiz ham o'ta kattagina, ya'ni bu biznesni o'stiradigan mahsulotlar. Ha, ular investitsiya talab qiladi, lekin aynan shu mahsulotlar kelajakdagi asosiy foyda manbaiga aylanadi. Ikkinchisining nomi sog'in sigirlar kategoriyasi deyiladi. Bozor endi o'smayapti, lekin sizdagi ulush hali ham katta. Bunaqa mahsulotlar doimiy ravishda pul olib keladi. Aslida ular butun biznesni boqib turadi. Ularning asosiy vazifasi kesh olib kelish. Mavzuni davom etishdan oldin e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Biz aynan ishlab chiqarishdagi biznes egalari uchun maxsus kalkulyator tuzdik. U orqali siz qayerda xato qilayotganingizni, qayerda pul yo'qotayotganingizni va qaysi nuqtalarni kuchaytirish kerakligini ko'rishingiz va tavsiyalar olishingiz mumkin. Kalkulyator mutlaqo bepul. Sizdan faqatgina 6 ta savolga javob berish talab qilinadi xolos. Va tizim sizga taxminiy yo'qotishlaringiz va hamda biznesdagi asosiy xatolaringizni raqamlarda chiqarib beradi. Nima uchun bizga bu muhim? Chunki biz har bir tomoshabinimiz o'z biznesini raqamlarda tushunishini xohlaymiz. Shunda videolarda aytayotgan fikrlarimizni ham amalda qo'llash osonroq bo'ladi. Javoblaringiz maxfiy saqlanishini kafolatlaymiz. Kalkulyator havolasini pastdagi opisaniyada qoldiraman. Uchinchi kategoriya bu savol belgisi deyiladi. Bu kategoriyada bozor o'syapti, lekin sizni ulushingiz hozircha kichkina. Bu strategik qaror qabul qilish kerak bo'lgan zona yoki faol investitsiya qilish kerak yoki bu yo'nalishdan chiqish kerak bo'ladi. To'rtinchisi kuchukchalar kategoriyasi deyiladi. Bozor o'sishda to'xtagan, ulushi ham kichkina. Bunaqa mahsulotlar deyarli har doim pulni yeb qo'yadi. Jarayonlarni murakkablashtiradi, omborni to'ldirib tashlaydi doim. Lekin nimagadir tadbirkorlar ulardan yillab voz kecha olmaydi. Keling, real misol keltiraman. Tadbirkor qurilish materiallarini ulgurji savdosi bilan shug'ullanadi. Assortimentida 180 ta SKU bor. Обороты 58 million deylik. Sof foydasi 1,1 million. Marjasi atiga 1,9%. Shu bilan birga omborda 14 millionlik mahsulot, kuniga 12 soat ish jarayoni, doimiy operatsion ishlar. U hammani klassik pozitsiyada fikrlashni boshlaydi. Ya'ni bizda hammasi sotiladi, hech narsani olib tasha olmayman, mumkin emas deb o'ylaydi. Butun assortiment bo'yicha shu matritsaga tuzilgandan keyin natija ancha ayanchli bo'lib chiqdi. Atiga 32 tagina pozitsiya, ya'ni yulduzlar va sog'in sigirlar butun boshli foydani 81% ni berib kelayotgan ekan. Qolganlari esa 70 ta mahsulot bu kuchukchalar, 78 tasi esa savol belgisi. Nima qilindi? 112 ta pozitsiya assortimentdan chiqarib tashlandi. Natijada omborda 8,5 millionlik mablag'i bo'shatildi. Оборот aylanma mablag' uchun olingan kredit yopildi. Ikkinchi ombor ijarasidan voz kechildi. Ortiqcha logistika qisqartirildi. Eng qizig'i esa
Оборот 58 milliondan 34 millionga tushib ketdi. Lekin foyda 1 milliondan 2,7 milliongacha o'sdi. Qariyb 2,5 baravarga. Va biznes egasi ancha kamroq ishlashni boshladi. Chunki biznes ancha soddalashdi. Ko'pchilik quyidagicha o'ylaydi. Assortiment qancha keng bo'lsa, biznes shunchalik kuchli bo'ladi. Ammo amalda ko'pincha aksincha bo'ladi. Assortimentni bir qismi pulni tortib oladi, jarayonlarni murakkablashtiradi. Skladda tartibsizlikni keltirib chiqaraveradi. Oddiy bir savolga javob berib ko'ring. Qaysi 20% mahsulotingiz sizga foydani 80%ni olib kelyapti? Agar bu savolga javobingiz bo'lmasa, katta ehtimol bilan assortimentingizda anchadan beri pulingizni asta-sekin yeb borayotgan kuchuvchalar yashab yuribdi. Endi qarang. Yuqoridagi misoldagi ishlarni qilishingiz uchun, matrisalar tuzishingiz uchun sizda aniq, real va obyektiv raqamlaringiz bo'lishi kerak. Va menda biznesingizni raqamlarini jilolab olish uchun bir taklif bor. Ya'ni, agar siz pullaringiz aniq qayerda ekanligini bilmayotgan bo'lsangiz, nimaga doim pul yetishmasligini tushunmayotgan bo'lsangiz, biznesingizni raqamlar orqali boshqarishni xohlayotgan bo'lsangiz, menda 25 daqiqalik bepul video tayyorlab qo'yganman. Va u yerda biznesda moliyaviy hisobni qanday to'g'ri yuritishni, 3 ta asosiy hisobotni to'g'ri tuzib olishi va pul oqimini qanday nazorat qilishi oddiy va tushunarli qilib ko'rsatib berganman. Ushbu videoga havolani ham pastdagi tavsiflarda qoldirib ketaman. Menda hozircha shu. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib keting va albatta obuna bo'lishni ham unutmang.